dedi. Unga hech narsa emas ekan bu dunyodagi mashaqqat dedi. Oxiratda kutib turgan narsani oldi, bu mashaqqat hech narsa emas dedi. Kofirni jahannam unga talab qo'ygan joyini ko'rsatishdi. Parvardigor dunyo bo'lgan hech narsa emas dedi. Kim bu yerda 50 ga kirdi, kim 30 ga kirdi, kim 20 ga kirdi. Qancha yaxshi kun, qancha yomon kun o'tdi. Bo'lmaganda o'tiribdimi? Hadislarda keladi, qiyomat kunida Alloh subhanahu va taolo bir bandani eng dunyoda hamma mashaqqatida yashagan, yoqasi oqarmagan, bir yorug' kun ko'rmagan bir odamni jannatga bir marta solib chiqarilar ekan. Shunda 14 kunlik Badr kechasidagi oydaqa chiroyli bo'lib chiqadi deydi. Bir solib chiqarganda, banda der ekan, hayotingda bir mashaqqat ko'rganmisan desa, yo'q Parvardigor. Yaralgandan beri shu ne'matdaman der ekan. Chunki jannatdagi ne'matning ulug'ligi hamma musibatni esdan chiqarib yuboryapti. Dunyoda qo'lini sovuq suzdirmagan, faqat